Hozir intim terapiya haqida miflar yuradi, har xil miflar. Bugungi videoda gapirib bermoqchiman. Assalomu alaykum. Men 28 yillik ginekolog Dastanova Lola Narzulayevna. Birinchi mif lazer ayollikni yo'qotadi deb. Yo'q, aksincha, chunki bu muolaja qinni chувствительности qaytaradi ayolga. Chunki qon aylanishi yaxshilaydi, mushaklar tonusi tiklanadi. O'shani hisobiga chувствительность, mana bu sezuvchanlik ham qaytadi ayolga. Ikkinchi mif bu faqat estetik uchunmi bu protsedura? Yo'q, bu faqat estetik uchun emas, faqat chiroy uchun emas. Bu davolash uchun ham qilinadi, chunki ko'p muammolarni bartaraf qiladi. Masalan, peshob tutolmaslik, intim vaqti havo, ovoz chiqishi, tug'ruqdan keyin qin kengayishi, quruqlik yoki juda ko'p namlik, постоянно выделение kelishi, o'sha muammolarni ko'pchilik kelib bizlarga murojaat qilganda shu muammolarni bizlar bartaraf qilib, ularga yordam berganmiz. Uchinchi mif bu lazer kuydiradi. Lazer qizlar kuydirmaydi. Chunki lazer bu qizdiradigan nur. Bu matkamiz bo'lsa, mana bu qin, mana faqat qinda ishlaydi. Bu qizdiradi, kuydirmaydi. Hech qanaqa ajok bo'lmaydi. Qizdirgani uchun, mana bu shilliq qavatini qizdirgani uchun qon aylanishi yaxshilanadi va mushaklar tonusi tiklanadi. Hech qanaqa ajoklar bo'lmaydi. To'rtinchi mif bu keyingi tug'ruqlarga lazer ta'sir qilmaydimi? Yo'q, hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Nabarot, qin elastikligi tiklanadi. Qin devorlari elastik bo'lib qoladi shu lazer protseduralaridan keyin. Mifimiz bu faqat yoshi katta ayollar uchun qo'llanadi. Shunaqa mif ham bor. Bu mif qizlar. Chunki aslida yoshlarda ham tug'ruqdan keyin qin kengayishi bo'ladi. 22 yoshda ham birinchi tug'ruqdan keyin ham qin kengaygani hisobiga havo chiqadi intim vaqti yoki chувствительность pasaydi, hech qanaqa sezmayman deb kelishadi yosh ayollarimiz, qizlarimiz, ularga ham biz yordam beramiz. Ko'rdingizmi? Ko'p miflar yuradi. O'sha miflarni eshitib ayollarimiz qo'rqib protseduraga imенно qanaqadir negativ paydo bo'ladi ayollarimizda. Ginekologiya Toshkent jamoamiz bilan samarqandliklarga ham muolaja o'tkazish uchun, yordam berish uchun bormoqchimiz. Noyabr mana shu oyda oxirida 28, 29, 30 noyabr kunlarida samarqandliklarni qabul qilamiz. Qabul zapis bo'yicha bo'ladi. Qabulga yozilmaganlar qabul qilinmaydi qizlar. Обязательно zapis qilib qo'yinglar, yozilib qo'yinglar. Soati bilan yoziladi. 28-29 kunlarga уже joy почти qolmadi, faqat 30-ga qoldi. O'shaning uchun shoshilinglar. Tezda yozilinglar. Bu muolaja pullik. Narxlar haqida pastdagi raqamlar orqali bilishingiz mumkin.